Muslima pardalari ro'za-i Ramazon oyi uchun sizlarga bufli trapesiya mana shu fasonimizni tekinga onlayn bepul tarzda ro'za-i Ramazon oyi uchun sizlarga bu fasonni ulashamiz. Bufli trapesiyamiz uchun mato 705 korsaj hamda xohlagan turdagi bahramangiz, ya'ni sochaqingiz, munjiqingiz xorazmchasini aytganda ishlatsak bo'ladi. Faqat 3 ta narsadan biz trapesiya fasonini yaratamiz. Biz hozir bu trapesiyani 180 lik joyga tikmoqchimiz. Aynan 180 lik joyga tikishimiz uchun biza 180 o'rtadagi material hamda uy bo'yini ikkalasini qo'shamiz. Demak, qaraymiz, 280 ni ko'paytiramiz 2 ga. 560. 560 ga qo'shamiz 180 ni. 700 740. 740 materialimizga pastda etakka tegib chiroyli bo'lib chiqishi uchun, bahramalari chiroyli chiqishi uchun yana 40 sm qo'shib olamiz. 740 materialimizga qo'shamiz 40 sm. Teng 780. 780 materialimizdan bizlar shu pardani yaratamiz. Bizlarning parda materialimiz 780 olingan. Endi agar uni ya'ni tibiti, ya'ni tikuv bir taraflama qaraydigan materiallarda alohida bichiladi. Tikuvning ahamiyati yo'q bo'lgan materiallarda bir qilib bichsak ham bo'ladi. Demak, 780 materialni o'rtaga yoyamiz. 780 ni o'rtasini topib olamiz. 390. Bu yoqqa hamcha 390. Endi markazdan her tarafiga 90 cm chiqaramiz. Chunki yine merkez beri 90, dan 90 bo'lsa necha bo'ladi? Ikkisini qo'shsak 180 bo'ladi. Demak, bana 90, bana 90 chiqsa 180 ni olgan bo'lamiz. Mana 90 180. Bu yoqda ham xuddi shu razmerni belgilab olamiz. 180 bo'ldi. Endi belgilangan razmer to'g'rilab chizib olinadi. Chizganimizdan keyin tashqariga yana 15 cm qo'shiladi. 15 cm qo'shiladi. Tashqi tarafiga, ichkariga emas, tashqi tarafiga 15 cm qo'shiladi. 15 cm qo'shsak 210 hosil bo'ladi. Endi 180 ni 210 ga birlashtiramiz. Va pardamiz tayyor. Hech qofni yig'naladigan joyini 20 cm ga tayyorlaymiz. Va ish o'rnini biz chizamiz. Demak, qaradik. Yuqoridan 5 cm qoldiramiz. 5 cm 18 ga 1. 18 ga bo'lgan bo'lsa, endi amaliy ko'rsatamiz. Demak, kromka tarafini 4 cm dan bosamiz va 4 davarakini ham tikib chiqib tayyor qilib holatda olib kelamiz va bahramadan foydalanamiz. 80 materialimizni yana ishini qilib bir xil rangda overlockdan o'tkazamiz. Tayyor materialimiz o'tik bosilib, ikki yon tarafi 4 cm dan tikiladi. Pastini biza bahrama qo'ydik. Xohlasangiz qo'yasizlar, xohlasangiz qo'ymaysizlar. Tayyor bo'lgan materialni ikkiga buklab, o'rtadagi razmerdan 90 cm ichona kiramiz. Yon tarafini 1.5 kiramiz, ya'ni 1.80 lik razmer uchun. Mana tikillarni e'tibor beringlar. Dim chiroyli tikilgan, akkuratniy etib. Mana chiroyli balandligini qarab, qaranglar, 1.5 qo'ydik. Keyin 18 cm, 17 cm, 15 cm dan ham chizish lozimki osilishni. Biza 18 ga 1.5 etib chizdik. 18 ga 1.5. Bizning 2-10 tarafini bahramamizni qo'yib chiqamiz. Mana. Agar xohlasangizlar, sizlar polностью bo'yam tiksangizlar bo'ladi, lekin biza aynan chizdiqdan bahramani qo'yib tikishni boshlaymiz. 18 bir chizib chiqilgan yerni xuddi shunday qilib tikamiz yana. 18 bu chiziqni yaqinroqqa, yana shu chiziqni shu yerga bosib, Demo kurchoqlardan o'tirib qo'yamiz biza. Roliklarda ishlaymiz. Xohlasangiz 705 tiksangizlar ham bo'ladi. 5 tomon soat yana bir oyda o'tiraverasizlar. Plastik olmang.
Demir alışlarını tavsiye ederim. Yarım saat, 1 saat ichida tikiladigan bu trapesiya fasonimiz tayyor. Hech qanday mablag', hech qanday vaqt ketmaydigan eng chiroyli fasonlarimizdan biri bu trapesiya deyiladi. Ko'pchilik buni har xil nom bilan nomlashi mumkin, lekin bizda aynan bu fasonni 2008-2006 yilda shu nom bilan nomlab tikkanmiz. Turishini qaramlar. Shuning chiroyli bo'lib chiqdi. Endi yerimiz 280 balandlikda, yana balandroq joylarda, iloji bo'lsa 3 metrdan balandroq yerlarda dim chiroyli bo'lib turadi. Buni enini 2,5-2 metrdan ortiq yerlar bir dona trapesiya tashlab bo'lmaydi. Shundan kengroq yerlar bo'lsa 2 dona, 3 dona trapesiya tashlasangiz bo'ladi. O'ta chiroyli bo'lib chiqdi. Bu material shaneldan tikilgan. Shanelni hamma rangidan tiksangiz bo'ladi. O'ta chiroyli bo'lib chiqadi. Baho berib qo'yasizlar. Olamayız artık eski sevgili. Kusura bakma düşüşlerine. Olamayız artık eski sevgili.